Polshada uylar qanaqa degan ko'p savollar bo'ladi. Podizlari zo'r ekan. Hozir tashqarisini ko'rsataman. Shunday yozilgan turibdi, qurgan firmaning nomi. Anak. Hovlisi. Mana bunaqa velik qo'yadigan parkovkalari, o'tiradigan mana zeleniy zonalari bor ekan. Menimcha har bir odam havas qilsa kerak bunaqa yashashga. Podyezddan chiqadi, bemalol zeleniy zonasi bor. Hozir shahar sentrida maniki. Bemalol parkda yurgandek odam yuraveradi bemalol. Podyezddan chiqasiz. Bemalol mana. Bu taraflardan ko'rsatamiz mana. Yuraylik bu tarafga. O'tiradigan stollar qilib qo'yibdi chiqqandan maniki. Podyezddan chiqasiz, to'g'ri stol bor ekan. Lekin atrof muhitga gap yo'q. Kim shunaqa uylarda yashashni orzu qiladi? Polshadamiz hozir maniki. Qiziqqanlar bo'lsa kommentariyaga yozsin mana. Uylar ko'rinish.